Oybek 20-asr o'zbek adabiyotining eng yirik namoyandasi, atoqli adib, shoir, olim, davlat va jamoat arbobi. Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek 1905-yili Toshkent shahrida bo'zchi oilasida tug'ilgan. O'rta maktabni bitirib, Toshkent ta'lim-tarbiya texnikumida tahsil olgan. So'ngra O'rta Osiyo davlat universitetining ijtimoiy fanlar fakultetida o'qigan. 1930-yili o'qishni bitirib, oliy maktablarda siyosiy iqtisoddan dars bergan. Oybek adabiyotga 1926-yili chop etilgan Tuyg'ular she'riy to'plami bilan kirib kelgan. Shoirning Dilbar davr qizi, O'ch, Baxtigul va Sog'indiq, Temirchi Jo'ra kabi dostonlari o'z davrining eng go'zal she'riy solnomalaridandir. Oybek tarixiy va zamonaviy mavzularda 20 ga yaqin dostonlar yaratgan. Oybek she'riyati nihoyatda go'zal bo'lib, uning sodda, ravon va ifodali tilda, boy va rang-barang tasviriy vositalarda yaratilganligi bilan alohida ajralib turadi. Oybek mohir shoir bo'lgani kabi yetuk roman-nafis hamdir. U yaratgan Qutlug' qon, Navoiy, Ulug' yo'l, Oltin vodiydan shabodalar, Quyosh qoraymas kabi romanlari o'zbek realistik romanchiligi taraqqiyotida muhim bir davrni tashkil etadi. O'zbek xalqining 1916-yilgi milliy ozodlik qo'zg'oloni yozuvchining Qutlug' qon romanida zo'r mahorat bilan realistik ifodalangan bo'lsa, Navoiy romanida o'zbek adabiyotida birinchi bo'lib ulug' shoir va mutafakkir Alisher Navoiy obrazini yaratdi. Uning Oltin vodiydan shabodalar asarida esa xalqimizning urushdan so'nggi davr yaratuvchilik mehnati, Quyosh qoraymas romanida Ikkinchi jahon urushi fojialari o'z ifodasini topgan. 1977-yilda yozilgan adibning Ulug' yo'l asarida esa Qutlug' qon romanining mantiqiy davomi bo'lib, unda yozuvchi xalq milliy ongining shakllanishini mohirona tasvirlab bergan. Oybek iste'dodli shoir, yirik nosir bo'libgina qolmay, mashhur olim, publitsist, tanqidchi va tarjimon, davlat va jamoat arbobi hamdir. U 1943-yilda O'zbekiston Fanlar akademiyasiga haqiqiy a'zo etib saylangan va 1950-yillargacha akademiyada ijtimoiy fanlar bo'limining raisi lavozimida faoliyat yuritgan. U yuqori malakali filologlar tayyorlashda katta hissa qo'shgan muhtaram ustozdir. Oybekning el-yurt oldidagi xizmatlari munosib baholanib, unga O'zbekiston xalq yozuvchisi Hamza nomidagi Respublika davlat mukofoti, buyuk xizmatlari uchun unvonlari berilgan. Yozuvchi asarlari o'zbek adabiyotining jahon aro shuhratini yanada oshirdi. Ustoz mahorati yosh yozuvchilar uchun ijod dorilfununiga aylandi. Oybekning o'lmas asarlari ma'naviy xazinamizdan mustahkam o'rin oldi va umumxalq mulki bo'lib qoldi. Oybek 1968-yil 1-iyul kuni 63 yoshida vafot etgan. Vafotidan so'ng uning 20 jildlik to'la asarlar majmuasi nashr etilgan.